10 bob. Qaysariya shahrida Korneli ismli bir odam bo'lib, u Rim qo'shinidagi Italiya deb atalgan qismning yuzbeshi edi. U taqvodor odam bo'lib, o'zi va uydagilarning hammasi Xudoga ibodat qiladi. U garchi Yahudilarning xushi yo'q Rimliklardan bo'lsa-mu, mardlik bilan nomrod Yahudilarga pul beradi va doim Xudoga duo qiladi. Bir kuni tushdan keyin soat 3larda uningga bir g'oyibona alamat ko'rindi. U Xudoning bir farishtasinin o'zining yeniga kelganligini ochiq ko'rdi. Farishta uni Korneli deb chaqirdi. Korneli intayin cho'chigan holda uningga ko'zlarini tikib, "Taqsir, nima ish?" deb so'radi. Farishta uningga, "Sening duolaring ve namratlarga qilgan xayr saxovating haqidagi xabarlar Xudoga yetdi. Endi sen jafoga odam avatib, Simon Petrus ismli kishini chaqirtib kel. U Simon ismli bir teri ayliguchining uyida mehmon bo'lib turibdi. Simonning uyi bo'lsa, dengiz bo'yida", dedi. Uningga gap qilgan farishta g'oyib bo'lgandan keyin Korneli uy xizmatchilaridan ikkini va shaxsiy yordamchilari ishidagi ixlosmand bir lashkarni chaqirdi. Bo'lgan ishlarni uqtirgandan keyin ularni Jaffaga avatdi. Ertasi ular Jaffaga yaqin bo'lganda tush vaqti bo'lib, Petrus duo qilish uchun o'gizga chiqdi. Uning qo'sig'i ichib, bir narsa yeyisi kelgan edi. Tomoq tayyorlanayotganda Petrusning ko'ziga bir g'oyibona alomat ko'rindi. Osmon yerilib, keng dasturxondek bir narsaning to'rt bujugidan bog'langan holda yer yuziga tushayotganligidek bir holatni ko'rdi. Dasturxonda har xil to'rt putliq hayvonlar, yer beg'ilg'uchilar, uchar qanotlarmi bor bo'lib, ularning orasida harom hayvonlarmi bor edi. Uningga, "O'rningdan tur, Petrus, ularni so'yib ye", degan ovoz anglandi. "Ey Rabbim, hargiz bo'lmaydi. Men hech qachon hech qanday nopok, harom narsani og'zimga olgan emasman", dedi Petrus. Biroq Petrusga yana, "Xudo halol deganni sen harom desang bo'lmaydi", degan ovoz anglandi. Bu ish 3 qatim takrorlanib, dasturxonga o'xshaydigan heliqi narsa osmonga ilib chiqib ketildi. Petrus ko'zi ko'ringan alomatning ma'nosini tushunamay, o'ylab turganda, Korneli avatgan kishilar Simonning uyini tepib, darvoza oldida turib, "Simon Petrus ismli bir mehmon bu yerda turamdi, qandoq?" deb tovladi. Petrus texchi hilqi g'oyibona alomatning ma'nosi zoti nemidir deb o'ylayotdi. Muqaddas ruh uningga, "Seni 3 odam izlab keldi. Past kuchish. Ular Yahudi bo'lmasa-mu, ularni kofir demay, ikkilanmay, ular bilan birga bor. Chunki ularni men avatdim", dedi. Petrus pastga tushib, heliqi odamlarga, "Sizlar izlagan kishi men bo'laman. Bu yoqqa kelishinglarning sababi nemikin?" dedi. "Bizni Rimlik yuzbeshi Korneli avatdi. U Xudoga ibodat qiladigan durust odam bo'lib, butun Yahudi xalqining hurmatiga sazovardir. Xudoning bir muqaddas farishtasisi uningga sizni uyiga chaqirtib, ta'limingizni anglashni buyurgan", deb javob berdi ular. Bu so'zlarni anglagan Petrus ularni uyiga taklif qilib, qo'ndirib mehmon qildi. Ertasi Petrus ular bilan birga yo'lga chiqdi. Jaffodagi e'tiqodchilarning ba'zilari ular bilan birga bordi. Ikkinchi kuni ular Qaysariyaga yetib bordi. Korneli tuqqanlari va yaqin yor birodarlarini uyiga yig'ib, Petruslarni kutib turardi. Petrus uyga kirganda Korneli oldiga chiqib, oyog'iga bosh qo'yib sajda qildi. Petrus darhol uni yo'lab turg'izib, "O'rningizdan turing. Menmi sizga o'xshashli bir odam", dedi. Petrus Korneliga gap qilgach, uyga kirdi.
u uyning ichiga yig'ilgan jamoatni ko'rib ularga: "Sizlarga ma'lumki, biz Yahudiylarning Yahudi emaslar bilan aloqa qilishimiz an'anaviy qoidamizga xilof. Hatto uylaringlarga kirsakmi bo'lmaydi. Lekin Xudo menga bir vahiy orqali har qanday kishini napok demasligim kerakligini ko'rsatdi. Shuning uchun sizlar odam avatib meni chaqirganda ikkilanmay oldinglarga keldim. Endi mening so'ramoqchi bo'lganim, meni nemishga chaqirdinglar?" dedi. Kornili mundaq dedi: "4 kunning oldida, dal mush vaqtda, ya'ni tushdan keyin soat 3larda men uyda duo qilib atatdim. Tuyuqsiz kimlardan nur chaqnab turadigan bir farishta odam shaklida oldimda paydo bo'lib, Kornili, duoying Xudoga yetdi. Xudo namratlarga qilgan xayr saxovatingdanmi xabardor. Shunga jafoga odam avatib, Simon Petrus ismli odamni chaqirtib ke. U teri ayliguvchi Shimonning uyida mehmon bo'lib turdi. Shimonning uyi dengiz bo'yida", dedi. Shuning uchun darhol o'zlarini chaqirib kelishga odam avatgan edim. O'zlarining qadam tashib qolganlari to'lma obdan bo'ldi. Endi biz hammaylan Xudo o'zlariga degan barliq so'zlarni anglash uchun Xudoning oldida tayyor turibdimiz. Petrus so'zini boshlab mundaq dedi: "Xudoning har qanday odamni, mayli u qaysi millatdan bo'lishidan qat'iy nazar tan ko'radiganligini, ixlosmand va to'g'ri ish qiladigan kishi bo'lsa, Xudoning uni qabul qiladiganligini endi tushundim. Sizlar Xudo Isroil xalqi yetkazgan xush xabarni anglagangu. Xudo bütün insonlarning egisi bo'lgan Ayso Masih orqali bizni o'zi bilan yarashtirdi. Sizlarning Yahyo payg'ambar cho'mildirish chaqirig'ini yetkazgandan tortib, Galileya o'lkasidan boshlab bütün Yahudiya zeminlarida yuz bergan Nasiralik Aysoga munosabatlik zo'r voqealardan xabaringlar bor. Xudo uni tayinlab, uningga o'zining muqaddas ruhi va kuch-qudratini ato qildi. U hammiyani kezib, yaxshi ishlarni qilib, shaytonning ilkida bo'lganlarning hammasini saqaytdi. Chunki Xudo uningga yor edi. Biz elchilar uning Yerusalim va Isroilning boshqa yerlarida qilgan bütün ishlarining guvohchilari. Gerçi Hazreti Ayso Yerusalimda kreskga mixlanib o'ltirilgan bo'lsa-mu, 3-kuni Xudo uni qayta tirildirib, kishilar orasida namoyon qildi. Biroq hamma kishiga emas, faqat o'zi tanlagan guvohchilar, ya'ni u o'limdan tirilgandan keyin uning bilan bir dastonda o'tirgan biz elchilar orasida namoyon qildi. U bizning xushxabar yetkazishimizni, tiriklar va o'lganlarning so'roqchi qilinib tayinlangan kishining o'zi ekanligini xalqqa jakorlashimizni buyurdi. Payg'ambarlarning hammasi u haqda Hazreti Aysoga itoat qilganlarning gunohlari uning nomi bilan kechirim qilindi degan. Petrus Xudoning bu so'zini qilayotganda, anglayotgan hamma kishining vujudiga muqaddas ruh tushdi. Petrus bilan birga jafodan kelgan Hazreti Aysoga itoat qilgan Yahudiylar Xudoning muqaddas ruhni Yahudi emaslarga ato qilganini ko'rib, bak hayron bo'lishdi. Ularning boshqalarning o'zlariga noma'lum bo'lgan tillarda so'zlashib, Xudoning ulug'ligini matlayotganligini anglaganligi shubhasiz edi. Shunga Petrus, Xudo xuddi bizga ato qilgandek, ularga muqaddas ruhni ato qilgan tutsa, ularni suvga cho'mildirishni qabul qilishga kim qo'shilmaydi, dedi. Shuning bilan Petrus ularning Ayso Masihning nomida cho'mildirilishini buyurdi. Keyin ularning talbi bo'yicha Petrus ular bilan birga bir necha kun turdi.